yozgi ta'tilni maroqli o'tkazish bo'yicha tizimli ishlarni boshladi. Shulardan biri viloyatimiz yoshlari uchun umumiy qiymati qariyb 400 million so'mlik kubikni 5 tashabbus doirasida e'lon qilamiz. Shuning uchun men bugun fursatdan foydalanib, viloyatimizdagi barcha mahalla fuqarolar yig'inini yettiligiga, ayniqsa mahalla raislari va yoshlar yetakchilariga, mahalladagi mavjud maktablar, sport inshootlar, mahalla fuqarolar binolari, sport maydonchalaridan unumli foydalangan holda barcha yoshlarimizni eng avvalo 5 tashabbus doirasidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlash. Shu bilan birga ayrim yoshlarimiz albatta mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqchi. Ularni ishga joylashtirish, hunarmandchilikni o'rganmoqchi. Hunarmandlarimizga shogird sifatida ishlashlarini ta'minlashga chaqirib qolaman.